Qanday ayollar erini omadli qiladi? Erini ishiga jiddiy qaragan ayollar. Xoh u aravakash bo'lsin, xoh u usta bo'lsin, xoh bankir, xoh vazir bo'lsin, uni ishiga jiddiy qaraydigan va muhim vazifada deb hisoblaydigan ayollar erini omadli qiladi. Aslida omadning kaliti bizning o'zimizni qo'limizda. Sababi siz qanday bo'lsangiz, ichki holatingiz yoningizdagi, atrofingizdagi odamlarni aks ettirib oyna bo'lib beradi. Ikkinchisi, erini duo qiladigan ayollar. Duo tilida, fikrida, dilida har tomonlama bo'lishi kerak. Uchinchisi, eridan va o'zidan rozi bo'lgan ayollarda. Nega men bunday erga tegdim? Bunday erga tegmasam bo'lardi. Men nega boshqalarning hayotiga hayotim o'xshamaydi? deydigan shunday tanqidlar qiladigan ayollarda emas. Shunaqa hayotiy maslahatlar uchun menga obuna bo'ling. Bu videoni kimga yuborishni esa o'zingiz bilasiz.